RVPO nima va nega kerak? Bu haqida bilmaydigan ma'lumotlaringizni shu videoni oxirigacha ko'rsangiz bilib olasiz. RVPO bu o'qish asosida vaqtinchalik yashash ruxsatnomasi. Faqat davlat universitetlarida kunduzgi bo'limda tahsil olayotgan xorijlik talabalar uchun taqdim etiladi. RVPO sizga nima beradi? O'qish yillari davomida Rossiyada qonuniy yashash huquqi. O'qish tugagach yana 6 oy Rossiyada qolish imkoni. Vizani uzaytirish shart emas. Uzoq muddatli viza beriladi. Har safar migratsiya varaqasini qayta qilishingiz shart bo'lmaydi. Sogazdan OMS polisi davlat tibbiy xizmatidan bepul foydalanish. O'qishni tugatgandan keyin 3 yil ichida VNJ, ya'ni doimiy yashash guvohnomasi uchun ariza berish mumkin. RVPOni qayta olish shart emas. RVPO olgandan so'ng 1 yil ichida Rossiyadan 6 oydan ko'p tashqariga bo'lish mumkin emas. Aks holda amaldan chiqariladi. Kunduzgi bo'limdan sirtqi bo'limga o'tsangiz yoki o'qishdan chetlashtirilsangiz, RVPO bekor qilinadi. Har qanday ma'muriy jarima rad etishga sabab bo'lishi mumkin. Chet tildagi hujjatlar faqat notarial tarjima asosida qabul qilinadi. RVPO olgandan so'ng 7 ish kun ichida yashash joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tiladi. Bu uchun pasport, ariza va turar joy shartnomasi kerak bo'ladi. Yurtdoshlar, RVPO Rossiyada qonuniy va xotirjam o'qish uchun eng muhim hujjatlardan biri. RVPO olish uchun kerakli hujjatlar ro'yxati video opisaniyasida. O'qishga kelmoqchi bo'lsangiz, qo'rqmang. Talabalar uchun qonuniy yo'l bor. Bilim bu himoya, bilim bu kuch demakdir. Videoni do'stlaringizga yuboring. Ularga ham foydali bo'ladi.